Hech qanday ustozsiz 30 kun ichida IELTS 8 ball olish mumkinmi? Bugun 19-kun. Bugun ham 3 xil skill, listening, reading va speaking ustida ishladim. Boshlanishga listeningdan o'tgan safargi practicening davomi, ya'ni part 3 va part 4 savollarni ishlab ko'rdim va bu yerda qovun tushirib 5 ta xato qilib qo'ydim o'zim ham. Keyin bu xatolarimni keyin tahlil qilish uchun recordingga qayta qo'yib oldim o'zimga va javoblarga qaramagan holda o'sha xato qilgan savollarni notda keyin qilib chiqdim bittalab. Ya'ni o'sha asosiy g'oyalarni daftarimga qoralab chiqdim va javoblar bilan tekshirdim keyin. Keyin esa reading passage 3 ishladim va bu yerda har doimgidek bitta xato qilib qo'ydim. O'sha kasalim bor, men har doim reading qiladigan bo'lsam xato qilib qo'yaman, bir dona bo'lsa ham kamida. Lekin bugungi readingdan o'rgangan yagona narsam bu ba'zida xayolingizga kelgan birinchi javob 100% to'g'ri chiqar ekan, ba'zida. Har doim emas, ba'zida. Masalan, bugun ham sizga javobni belgilagandim, adashmasam, A javob keyin A javob ko'zgartirdim, lekin qarasam sizga javob to'g'ri chiqqan ekan rostdan ham. Speakingda esa har doimdek 1 soat practice qildim. 30 minut real exam savollariga tayyorlandim va 30 minut esa freestyle, ya'ni o'zim gapirish xohlagan, o'zim gapirish yoqtiradigan mavzular bilan o'zim gaplashdim. Challenge tugashiga ham 11 kun vaqt qoldi. Oxirgi natijani birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz ushbu videoga like bosing va sahifamga obuna bo'ling.